Ben bunda gepni Dolqun ve onun çomakçılarının bir neçəsinin ağzından anlagan. Yani muşu bolgan işler to'g'riliq fikir almashtirayli deb aloqa qilib, normal paranglashib olsam, bu yerda o Rabia xonimning gapimi yo'q. O'zimiz o'rtaq ko'ngil bo'lgan bir masala ustida paranglashib o'tib tuyuqsizla sen anangga andaq deganmi, anangning mundaq xiyollarni bilamsa, anangga mundaq dertlarni to'kib baqqanmi, mundaq gaplarni so'rab baqqanmi deb tushdi-da xumparli. Hayron bo'lib, chiroyliqcha dedim. O hammamizning o'rtaq onasi o'g'ashqa ana deyishimiz kerak. Ammo tuyuqsizla o'zimizning gapini qo'yibla anangning deb tushib qolding-ku. Desam sen shu tarafda turib gap qilyapsa, anang tarafda turib gap qilyapsa debla o'kti qo'yib qoldi bola. Sizmi bu ishning aynısini qilyapsiz. O'zimizning gapini qo'yib tuyuqsizla anangiz bilan birash gapda billa bo'lgandan anangdan fikr bayon qiling debla qaltaklab tushdingiz. Sizningmi mening nima qilishimni belgilaydigan bir sotchilardan birisi bo'lib qolganingizni men endi bilyapman. Sizning xalq vakili, qurultoy vakili ekanligingizni endi anglayapman. Bu anam, mening anam. Ben Ürümçi'den tatip biladigan bir anam. Gerçi öz anam bolmusumu, biz Uyg'urlarda agar Uyg'urluğunuzni yo'qotmagan bo'lsangiz, 70 yoshdan oshgan mo'maylarni yoki bizdan 10-20 yosh cho'ng ayollar bo'lsa ana deb ataymiz yoki hada deb ataymiz. Bu biz Uyg'ur musulmonlardagi va aqalli qoida-ku deyman. Şu vəcidən hem bu hürmetlik momay çətelge çıkıp muş Uygurlarınki dava işlerine koşkan acayip töhpələri səbəbindən hemmimiz hürmetlep Rabia ana deb atap qatımız. Bu bir ortaq atalğı. Sizmi bilip bilmey şundaq atagan boğuytınız bir çağlarda. Ve Rabia xanımni Ürümçi'den tatip yaxşı bilinme. Çetki çıqqandan keyin men kömey jıraqdan onun gap sözlerini anlap birden davatqaным yo'q. Rabia xanım çık kelgan biz tarafga. Hem pat kep turdu. Daim görüşüp turumuz. Ayrım paranglashgan vaqtlarimizim bo'ldi. Hem birga o'tirib ba'zi gap so'zlari to'g'ri bo'lmaganda menmo yüzüge özümün fikrini bergen vaqtlarim bo'ldi. Manda qilsangiz bo'lmaydi degan vaqtlarim bo'lganmişda bir ayolimdi, bormishda bir ana. Onunki acizliklerini, mijoz xulqidagi acizliklerini menmo bilime. Gerçi sizdek yaxshi to'liq bilib ketmasammo bilime. Öz gözüm bilen ko'rgan, onun etrafıda, Rabia xanımның etrafıda daim birga yuradigan yakın dostlarım var, savaqdaşlarım var. Hemmisinden çıkıp bo'lgan ishlarning hammasini asosan anglab qolyapmiz. Faqatla hech nimani bilmay turibla so'zlab ketgan o'xshaydi deb qaqoqlab kulib ketibsiz. Dastlabki anangiz bilan mancha berish gapni turib, anandekinga qiling degan gapni xatingizni ko'ribla g'ujut ochim kelganda. Shu zamat bir inkas qaytaray deb yig'in vaqt bo'lib qoldi idorada. Darhol kirmasam bo'lmaydi. Yig'indan chiqib qarasam, yig'in azroq tanaffusda qarasam, so'zlarimni to'liq anglagandan keyin sal yumshapsiz gaptiringiz. Anandekin boshqacha ahongda gapirsiz. Şoňa menmo bir hesapda öpkü dep sözlep qilishdan xoli bo'lib qopdimi. Yanımda bu
Dolqunninki bu çomakçılarının yana birisinin payda bolup kalganını körüp külgüm geldi. Külüp koydum ben bu. Herhalde 40 minutta kalan sözlerimni anlagandan keyin qaqaqlab külüp ketipsiz. Yaman kızıqçı okşayman. Ama bu sözümni 600'den artıq adam anlaptı Facebook'ta. Qaqaqlab külüp ketken faqatla siz. Hem tanqid qilganlardan aytib bir ishkisi bor. Qolganlar hammasi ijobiy inkas qaytaryotidi. Hozirgacha shu haqni haq so'zlaydigan bir erkak chiqmag'achqa, yaqinda men bir Mavlon Yasinning yozgan ko'rdim herhalde. O'g'lolda qilibdi. Tiptin shamsi beshini ishga tiqib olg'achqa, men shu so'zimda degandek hayotimda tunji qatim ommaviy so'rinda mushtaq qilib qoldim. Hech bir shayim yo'q. To'g'ri gapni qildim deyman. Nemishqa deganda, men sizga o'xshash Dolqunninki chapanchilarining bir nechasi bilan so'zlashib qoldim. Shu ikki taraf ittek talashib rasvolashgandan keyin zoda nima gap bu? Ama Rabia xonim to'g'riliq mening ko'z qarashim men so'zimda degandeklar, ya'ni garchi bu mo'mayniki nurg'un kamchiliklar bo'lsa-mu, u butun dunyo e'tirof qilgan Uyg'urning lideri. Bundaq lider 50 yilda 100 yilda bir chiqadi ekan. Rabia xonim chiqishdan burun men Yevropada bir 6-7 yil shu sizning Dolqun apandingiz bilan birlikda inqilob qilib yurgan. Janubada doim birga namoyish qiladiq. BDTning yig'inlariga birga kirgan, birga chiqib yurgan. Vatandami biletim buni anglagan eksel inqilobchi deb Xitoylar tashviq qiladi. Men televiziyada ishlayotgan vaqtlarimda biz mutlaq birimlarni tashviq qiladiq buni. Ammo qachon mushu xumparni bir ko'rama berib, mushta bir vatan uchun, millat uchun ish qilayotgan go'ylar bilan bir ish qilama, birlikda bir ish qilama deb barzumni qildim. Keyin chiqqandan keyin tunji qatim ko'rganimda bu go'yni Janubada. Minukda birga yatmagan, erkish qolmagan, hammasining ostida yetib chiqqan bir meynat bir nimani qo'ltiqlab kirib keldi u. Tunji ko'rishim shu. Hemen ayol o'xshaydi deb qopdimi. Keyin anglasam, shundaq bir meynatga bu nomi chiqqan. Shu chaqdan tatib bu qanday ishdi deb qolgan. Keyin bara-bara bo'pti o shaxsiy ishi, chiqib millat uchun ish qilayotgan bo'lsa-la, erkak qo'l deb yana aralashib yurdik, ammo keyin uning haqiqiy bir inqilobchi emasligi, uning g'arizida, ideyasida millat uchun ish qilish emas, millat davosini bir tijoratga aylantirib olganligini ko'rgandan keyin ham u birdan bir tashkilot qurib, yana birdan bir tashkilot qurib, boshqalar bilan put tepishib, bir-birlarining ishg'ollariga bostirib kirishib qilgan satchiliklarni qilgan ishning hech unumini yo'qligini ko'rgandan keyin umidni uzgan. Bu yaramas bir nimaga deb bir baho berib bo'lganman uningga. Ham uningki axloqsizligi, meynatchiligi, sopasizligi hamma tarafdan ko'rgandan keyin voy Xudoyim saqlasin bunda bir ablahninki Uyg'ur davochilarga yetakchi bo'lib qolishidan deydim. O chaqda uning bu aksiyati erkin olib tekin deydigan. Shuning qo'yrug'ini yalab yuribdiki, aksini oldiga ishtirib qo'yib keynigimi ko'ylib chiqib yuradi. Bir misol bersam, burman turgan davlatda bir bola iltijo sirat bo'lib ketib, shunda eg'ir ahvolda qolganda shu Dolqun deganga iltijo qilgan bir parcha xat yozib bersang, isbot xati deganda 1000 yevro pul so'ragan. Men bor naq maydonda telefonda so'zlashganda bu bechorada endi 1000 yevro puli yo'q. Ash xatni vaqtida keltirolmay vayron bo'lib, bu davlatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Undan boshqa atalmış rahbarlar Myunxdagi Manalik burum istiqlol gazeti va Uyg'urcha yozgan maqolalarim bor Uyg'urcha o'zimning nomida. Keyin iltijo ishlarimda lozim bo'lib qolib, shu maqolani mening yozganligim to'g'risida ikkili xat yozib berishni talab qilsam, dastlab shu bir xat uchun 150 yevro so'ragandi.
Gangirab qoldim, chunki men yozgan maqolani bu yozganda bir parcha xat yozib berish uchun 150 euro talab qilgan. O bo'ptilar, 150 euro nima bo'pti? Hayron qolgan bo'lsammi, qabul qilib, keyin pulni avatlagan chaqda qarsam 250 euroga chiqib oldi. Ama gerçi bu odatdagi kichik ish bo'lsa-mu, bularniki u vatan uchun, millat uchun ish qilayotgan odamlar emas. Bu tijoratchilar ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rib, qusqum kelgan bularga. Ashundaq bir nima bu minutdagi ablaqlar. Shunglashqa men o'zimni tatqan bu ishdan. Dastlabki 4-5 yilgacha aralashib, birga janvalda ish qilib yurgan. Keyin doim pul to'lab kelatdi, uni deydi, buni deydi, xon-xonni qilib pul aldashning ishi, boshqa ish yo'q. Ama shundoq amaliyotlar orqali men o'z ko'zim bilan ko'rganlarga asosan bularning soxtapaz qo'ymish ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rgandan keyin o'zimni tatqan va o'zimning bahosini berib olgan bularga. Hozir endi siz va sizga o'xshash to'lqinning atrofidagi 5-10 odam hammasi mening bilishimda sizga o'xshash xinim yoki xinim mijozlar. Robiya xondan qattiq peshvo yegan, zarba yeganlar. Faqat chidamaslar. O shaxsiy adovat ichidagi uyushmanlik sababi bu momayni gerçi bilib turib dunyo e'tirof qilgan Uyg'ur lideri ekanligini bilib tursa-mu, uningda o'chilish maqsadida uni yiqitish uchun harakat qilayotganlar. Chunki men ular bilan so'zlash jarayonida shuni his qildim. Ularning quloqi anglamaydi, haqni anglamaydi so'zlasangiz. Faqat birli niyati va o'chilish, ash momayning bir tishlam güchini yeb olsa, anadek açıq qilgan saranglar. Xeni mijozlar. Asli bu qurultay deganda bir raisli boshqarmaydi. O raisning atrofida 4-5 o'tirib, birga maslahatlashib bir ishlarni bekitadi. Ular bekitgidek neymişmi bu hamda? Xuddi bir davlatniki rais bilan ministrlari bir yerda o'tirib bir ish munozara qilayotgandek his qilib ketishirki, kim cho'ng biladi u quruq nomni, quruq amalni. Sarang o'g'ishqa o'zlari cho'ng biladigan o atalmış amalni ishtek talashadi. Amaliyotda hamda quruq nom bo'lsa-mu, masalan shaxsan men faqat cho'ng bilmayman o quruq amalni. O'tirib billa bu momay qeyrig'anda bag'an sir joyillashib, mening rost deginim bo'yicha qilma debla endi jiq odamni qochirib qo'ydi. Ojizligini hamini bilamiz. Gap topgan, yog'an gap qilgan hamma taraflarni bilamiz. Tamamen mümkündü. Endi boyaman degandek Robiyaxon chiqishdan burun 6-7 yil mushlar bilan birga yurib, xeyli ishlarni qilib baqdi, uni buni qilib baqdi. Hech kim tonimaydi Uyg'urni, hech kim bilmaydi. Bular buni tonimaydi. Bir-biri bilan g'uj-g'ujang yo'qlang bir qalpoqni talishib, ishtek talishib o'tadi. Uyg'urni hech kim bilmaydi. Shu Robiyaxon chiqib, Robiya xonim shu turmada yotgan vaqtidan tortib xalqaro ta'sir bo'lg'achqa chiqqandan keyin biroqla ta'sir qo'zg'alib Uyg'urning nomi biroqla tonildi dunyoga. Buni agar e'tirof qilmayman desanglar, sizlarga ortiqcha gap qilishning hojati yo'q. Robiya xonimdek qurbon bergan bir Uyg'ur yo'q desam, uningdan ortiq qurbon bergan Uyg'urlar bor deb ketibsiz. Necha 10 million bisotni tashlab chiqdi. Bo'g'mayli. Pul-mol degan tapqil bo'ldi. Ammo bir onaning oldida telefonni ulab qo'yib turib vatanda bolalarni urib qo'lini chiqib chaqirtib turib turmaga akirib ketsa, qaysi ona chidaydi? Hozirmi 30 necha farzandni urib tuqqanlarni turmaga akirib ketibdi. Qaysi ona chidaydi? Gurgur so'zlaydigansiz, siz chidamsiz? Bunda qurbon bergan Uyg'ur ona nerede bor? Dunyo miqyosida bormi? Mush taraflarni o'ylasak, hamda bu ayolningki
Biz üçün, bizdek saran Uyg'urlar üçün, bo'lgan qurbonlar üçün biz kechirimchan bo'lishimiz kerakdi. Keng qo'saq bo'lishimiz kerakdi. Ozroq shaxsiy ziddiyatida bir tishlam go'shini yavazsak anandan ochiq chiqqidek darajada talvilashmaydik. Kechirimchan bo'lardik. Ammo sizlarda bu mijoz yo'qka, bu keng qo'saqlik yo'qka ya'ni. Bizning oldiga yerlar bo'ldi. Bizgimi o'sha jenimizga tekidek gapdan qolmoqlar bo'ldi. Oldimizga kelibdi, yag'an gapdan birini qilib. Pul og'il kelibdi, bir 500 yevrodan beringlar, men degan oldimizda andaq ish qilma, mandaq ish qilma, mo'yin bir ish qilma deb. Mayli qilsin, qilmasin, bu ayolning to'lagan badal to'la. Nihoyatimi ko'p. Nima ishlasa bo'pti deb 500 yevro berdik. Men bu pulni joyiga ishlatgandan keyin sizlarga qayta telefon qilib, nimaga ishlatganimni men javobini beraman dedi. Qilmadi, javobini bermadi. Keyin har xil gaplarni oldiq, kulib qo'ydik. Rozi bo'lib ketdik bu puldan. Undan boshqa o'sha terilgan ba'zi ziddiyatlar to'g'riliq. Bas munozaralar bo'lib qoldi misha kelganda ko'rishib nishqatim o'taganda. Nihoyat joyil. Hech nimani qabul qila olmaydi. Ammo qarab, aqlimizni ishlatdik. Ammo yashinib qopti. Charchab qopti, o'ylaydigan ishi jiq. Bergan qurboni nihoyat ko'p. Kechirayli. Hozir ham qandoqli bo'lmasin butun dunyo mushu ayolni Uyg'urning lideri deb tanıydı. Biz mushu nomdan foydalanishimiz kerak agar Uyg'ur davosini hozirgi holatini saqlab qolamiz desak. Rabia Qodir yiqilsa Uyg'ur davosimi burunqidan jiq chekinib ketadi. Bu aniq. O dolqun sol texnik kim biladi? Uyg'urning ichida ishinimanki %100 aniq. Tangdan to'la Uyg'ur qo'llamaydi uni. Chunki boyman degandek taraflarni hamma ko'pincha Uyg'urlar asosan to'nib bo'lgan uni. Men so'zimda degandek Rabia xonimniki mush taraflardan yana foydalanish imkoni bo'lgan ekan, o'shta qilishimiz kerakdi. Ammo u gaplar o'ng qo'lingizga kirib sol qo'lingizdan chiqib ketib anglashni xohlamaysiz va dolqunniki boshqa chaponchilar emas, o'xshash. Unda gaplar anglamaydi, ko'z ko'rmaydi, quloq anglamaydi unda gaplar chiqqanda. Ya'ni ularda mijoz jihatda bir kamchilik bor. Shu qadar ojizki, talvidek sakrab turdi, ko'zlari qorong'ulik qutilgan. Zodi bir shu bir uchini elib, ash mo'mayni ash o'rnini yulib yeg tashlamaguncha niyatidan voz kechmaydi. Bir bilan yezib ketibsiz. O hamma odamni majbur qo'l ko'targizib, o'zini saylab olgan, hammani qilgan shu mo'may debsiz. Ajoyib yomon mo'mayka u. O'sha hamma odamni qo'rqitib, majbur qo'l ko'targizgudek. Bu gapingizning nechlik salmog'i bor? U mo'may jiqqisi sizga degandek deydi, sen mening balam. Mundaq munosabatlarni tilga olib, sen meni qo'llashing kerak. Qila oladigan shu. Birasiga mush ko'tarib, birasiga tapanch tanglab turib qo'rqitib qoptimi? Mayli bo'pti, naqshlik qopti. Parijda ichilgan qurultayning sababini demasam bo'ladi asli. Uning oldida chiqtirishqandinglar. Berlinda ochimiz taraq turuq deb. Niyatinglar amalga oshmadi. Naq maydonda bakansiz haq-naqni so'zlaydigan dodil qiz kensiz. Nimishqa vaqirab yaqinmadingiz o'shada, naq maydonda. Ma ish bundaq bo'lmaslik kerakdi. Mo'may hammalarni majbur qo'l ko'targizib o'zini saylab oldi deb dodil gapqisingizmi tushadi? Nimishqa deyolmadingiz? Demakki o gapingizning hech qanday asosi yo'q. Rabia Qodirdan qo'rqib qo'l ko'taradigan Uyg'ur mencha yo'q deyarlik. Chunki
Qatnaşqıçılarning ko'pinchisi balkim mendek o'yildi. Shu Rabia xonim mayli ojizligi bo'lsa-mu, dunyo tunigan liderki, shuni qo'llab-quvvatlab hozirgi shu davoyimizni yana bir olg'a surayli deb o'ylagan bo'lishi mumkin mening fahmimda. Anondan ba'zi gaplaringiz bak kulkilik. Xalq uni kechiryotidi, endi kechirmaydi. Bu xalq kim o? Sizmi? Sizga o'xshash 10-15 to'lqinning cho'moqchilarimi? Ya'ni sizlar xalq, bizga o'xshash o'ydikilar xalq emas, shundaymi? Bu nening mantiqisi? Bu o'ng odamning qildigan gapimi? Tünögül dukan tashlab chiqib, qurultayga qatnashib qilib, o'zingiz xalq bo'ldingizmi endi? Biz xalq emas. Gapni o'qatmay ortiq gapirishning hojati yo'q-ki. Endi o'tgan yili ochilgan qurultayda mag'lub bo'lgandan keyin jimib ketdi, bundoq xayri yomon g'arazdikilar desak jimimidi. Ha, deb Germaniyaga tatdi. Qurultay açımız deb. Немishqa Germaniyaga tatudi? Немishqa Avstraliyaga tatmadingiz? Avstraliyada sog'lomamdi? Nemish Gollandiyada echiladigan yig'inga hammasi bormaydigan bo'lib qoldi. U oldin belgilangan yig'in ekan-ku. Hammasi qo'shilgan. Shu ichki ziddiyatlarni hal qilamiz deb ochmoqchi bo'lgan favqulodda bir yig'inmish. Gollandiyada echilmoqchi bo'lgan. Nemish bormadinglar? Nemish Germaniyaga tatisizlar? Sebep aniq-ku. O dolqun sol texnika shu cho'moqchilar hammasi shu Germaniyada Myunxda. Ahira shu ufsuga berib yig'in ochilgan bo'ldinglar, maqsadinglarga yetilgan bo'ldinglar. Ya'ni umuman julib elib o'rniga shu sol texni tayinlab deydigan bo'ldinglar. Bir tishlam go'sht yegandek bo'ldigan bo'ldinglar. Muborak olsun. Ama unutmangki, xato ish qilyapsizlar. Xalqning nafratiga, g'azabiga uchrab ketasizlar. Ortiqcha gap qilishning hojati yo'q mencha. Gapib ekansiz, javob berish to'g'ri gap qoldi. Men shunchalik gap qilay. Xayr, xo'sh.